Abduniyaz Kamal, Uyg'ur xalqining batur jangchisi, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining orqa bosh qo'mondoni, milliy qahramon Abduniyaz Kamal 1910-yili Turpan viloyatiga qarashliq To'qson noyisining Shoh yezisi Qarisu kentida o'ltirishliq Kamal ismli dehqon oilasida dunyoga kelgan. Abduniyaz 1914-yili 4 yoshida onasi To'xtixon vafot bo'lgandan keyin 2 yoshlik singlisi Hoshixon bilan otasi Kamal Axunning tarbiyasida cho'ng bo'ladi. Abduniyaz 7 yoshga kelganda 1932-yili 2-oygacha mahallasidagi Aqtash madrasasiga kirib Zokir Mollam degan kishida o'qiydi. Uning otasi Kamil Axun terichi bo'lib, Abduniyaz kechidan boshlab dadasiga yordamlashib, teri ashlash, aylash qatorliq og'ir ishlarni qilishib berib, noiti kuchtungur bo'lib yetiladi va mahallasida Qo'chqar palvon deb ataladi. Abduniyaz Kamal qo'shmaqash, burkut burun, oq yuz, buloq ko'z, yo'g'on gavdalik, qaddi qomati kelishgan, buljun go'shlari taraqqiy qilgan, ikki quliqi xeyli cho'ng bo'lib, ziyrak, jo'shqin mijozlik mazmut yigit edi. 1930-yillarda Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni 1901dan 1933 To'qsondagi Saydul degan do'stining tunishtirishi orqali Abduniyaz Kamal bilan yaqin do'stlardan bo'lib qoladi. Abduxoliq Uyg'ur bir kuni Abduniyaz Kamalni Mo'ng'ullarning Yultuz, ya'ni Bayinbuloqda o'tkaziladigan Nodon bayramini ko'rib kelishga taklif qiladi. Ular Yultuzga borgandan keyin Mo'ng'ullarning oqsoqoli bilan ko'rishidi. Mo'ng'ullar ularni qarshi oladi va bayramiga qatnashishga taklif qiladi. Ularning bu bayramida yiroq yaqindan kelgan dongliq Mo'ng'ul palvonlari er maydoniga tushib, bir-biri bilan elishadi. Oxirida kim g'olib kelsa, Mo'ng'ul oqsoqollari ularning boturligini e'lon qilgandan keyin sha'niga loyiq mukofotlaydi. Bu chelishish musobaqasiga Abduniyazmi qatnashidi. Palvonlar o'zaro kuch ko'rsatishib, maydonda oxiri Mo'ng'ullarning bir qancha qitim, ya'ni palvonlik sharifiga erishgan donliq bir palvoni bilan Abduniyaz Kamal qoladi. Bu ikki palvon minglarcha Mo'ng'ullarning qiyoqas cho'qonlari ichida maydonga tushidi. Abduniyaz Kamal Mo'ng'ul palvonini yiqitib, Nodon bayramining palvonlik unvoniga erishidi. Bu Mo'ng'ullar orasida oz ko'riladigan hodisa edi. Shuning bilan Mo'ng'ul oqsoqoli Nodon bayramining bu yilqi palvonining Abduniyaz ekanligini jakarlab, uni tabriklagandan keyin g'olib palvonga mukofot uchun egar jabduqlari bilan qo'shilib maxsus tayyorlangan oq bo'z at bilan tartuqlaydi. Abduniyaz Kamal hayotining oxirigacha barliq urushlarda mana mushu oq bo'z etini shiltidi. 1931-yili 3-oyda Qumul xalqi Sali Dorg'a, ya'ni 1887dan 1942 boshchiligida tajovuzchi Xitoylarga qarshi boshlagan inqilob Xo'janiyaz Hojim, ya'ni 1889dan 1938 rahbarligida kuchayib ishg'olchi Xitoylarni aloqazoda qilib o'tdi. 1932-yili Turpan Ostonada Maqsud Muyitti 1885dan 1933 Mahmud Muyitti, ya'ni 1887dan 1945 Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni 1901dan 1933 boshchiligida mustamlikchi Xitoyga qarshi bir inqilobiy maxfiy tashkilot qurdi. Abduxoliq Uyg'ur 11-oyda, ya'ni Uyg'on va Ochil nomli she'rni oq raxtga cho'ng xatlik qilib yezib, ko'chalarga chaplab, Xitoylarga qarshi oshkora kurash qildi. Bu vaqtda Abduxoliq Uyg'ur yaqin do'sti Abduniyazga inqilobga qatnashishi to'g'riliq xat yozdi. Mushundoq fursatni kutib turgan Abduniyaz Kamal ishkilanmasdan Hidoyi degan bir do'sti bilan birga bo'z etini minib Ostoniga otlanadi. U Abduxoliq Uyg'ur bilan ko'rashgandan keyin Abduxoliq Uyg'ur uni Mahmud Muyittiga tanishtirdi. Mahmud Muyitti ularni qizg'in qarshi oldi ve ularga fidoyilarni tizimlash ve o'rinlashtirish ishini topshirdi.
Şu günlerde 90 xalqidan tashkillangan 200 yosh pidoi Pichan xalqiga yordam berish uchun Murtuqqa kelganda Uyg'ur xalqining zaminida panohlanib, Uyg'ur xalqining osh tuzini yeb, jon saqlayotgan Papingut boshchiligidagi Rus qochoq askarlari 90 pidoilarini butunlay qirib etdi. Bu echinishli xabarni anglagan Mahmud Muyitti Abdunyaz bilan Hidoyini Murtuqqa avatib, shahid qilganlarni yerligiga qo'yish qatorliq xizmatlarga buyuruydi. Shuningdan boshlab Abdunyaz Kamal Mahmud Muyittining ishonchlik, yaramliq yordamchisi bo'lib qoladi va ko'plagan janglarda xizmat ko'rsatib, tonilishga boshlaydi. 1933 yılı 4. ayının 16. günü Shinsei yani 1897'den 1970 Jinshurun yani 1879'dan 1941'den hukuk tatып algandan keyin Xitoylarga qarshi Sharqiy Turkistonning hamma yerini qaplab ketgan inqilobchilarga kuchi yetmay Stalin yani 1878'dan 1953 ning qo'llashi arqasida 6 ayning 4 kuni Xo'janiyaz Hojim bilan ittifoq tuzib, ularni Qashqarga yo'lga solganda Abdunyaz Kamal Mahmud Muyittining ruxsati bilan Toqsunga qaytib Fatima ismli bir qiz bilan to'y qiladi. Ve 10 kundan keyin Hidoyi degan do'sti bilan Bugurda Mahmud Muyitti qo'shoniga yetishib keladi. Xo'janiyaz Hojim va Mahmud Muyittilar Qashqarga kelgandan keyin Mahmud Muyitti Abdunyazni Yangisarda turayotgan 3-tuan 1-Lianning Lianjangsiga tayinlab, Yapjan, Haraf qatorliq strategiyalik muhim joylarining amonliq çarlaş vazifasini topshirdi. Shu kunlarda o't yurak ma'arifchi Mamtili Tavfiq, ya'ni 1901-yili 1937 izchilarni agashtirib, yangicha ma'arifni tashviq qilib, Arabga kelganda Abdunyaz Mamtili apandini qizg'in kutib oladi ve onundan Harabdagi o'smirlarning va Liandagi askarlarning o'qitish ishlariga yetakchilik qilishga o'qituvchi avatib berishni talab qiladi. Mamtili apandi xo'shallik bilan otishdan o'qituvchi avatib berdiganligini bildirdi. Abdunyaz Harabdagi kunlarini askarlarni mashq qildirish, o'ziga tava rayonlarni chorlash, bo'sh vaqtlarida askarlari bilan dehqonlarga yordamlash bilan o'tkazadi. 1937-yili Shinsei Mahmud Muyittini aldab, Örümchiga yig'inga taklif qilish bahonasi bilan tutqun qilmoqchi bo'ladi. Buni sezib qolgan Mahmud Muyitti amalsiz qilib 4-ayning 8-kuni az bir qism odamlari bilan Hindistonga hijrat qilib chiqib ketadi. Mahmud Muyitti chatalga chiqib ketgandan keyin Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining armiyasi qo'mondansiz qoladi. Bu vaqtda Yakanda turayotgan 34-tuan, Yangisardagi 33-tuandagi askarlar va Qashqar shahri Dongbag'dagi 32-tuandagi askarlarning bir qismi Xotandagi Mahusan qismlari bilan birlashib Shinseiga qarshi tiq ko'tardi. 6-shining birinchi qismi shtab boshlig'i Qurban Saidiga agishib, Yangishaga chiqib Shinsei hukumati tarafda turdi. Mana mushundaq jiddiy va umidsiz vaziyatda Abdunyaz Kamal o'ttirg'i chiqib Sharq Turkiston armiyasini Yakanning Kachong degan yerga yig'di. Yig'ilgan armiyaning boshliqlari Kachongda cho'ng bir ofitserlar yig'ini ochdi. Bu yig'inda aql, qobiliyat va botirlikda ko'zga ko'ringan Abdunyaz Kamalni barliq ofitser askarlar birdek ovoz bilan Muhammad Muyittining o'rniga Sharq Turkiston armiyasining bosh qo'mondonligiga saylab chiqdi. Muyiddin Tuanjang turmadan chiqib, muavin qo'mondan ham shtab boshliqligiga tayinlanadi. Bu 4-ayning 12-kuni edi. Abdunyaz Kamal Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati davlat armiyasining bosh qo'mondonligiga tayinlangandan keyin armiyani tartibga soladi. U aldi bilan Lianjangni Tuanjanglikqa o'stirib, armiyani Mahmud Muyittining vaqtidagidek 4 polikqa ayirib, tang taqsim qiladi. Ondan keyin diviziya bo'yicha hammaylarni yangi polik, Lianlar bo'yicha kang dalada sapras qilib, o'zi bir do'ngning ustiga chiqib so'z qiladi. U oxirida biz kim uchun urush qilamiz deb so'raydi. Hamma askarlar birdek vatan uchun deb javob beradi. U yana
Vatan bizning nimamiz? Deb so'raydi. Askarlar, vatan bizning ota-onamiz, aka-inimiz, ochi-singlimiz deb javob berdi. U, shundoq, vatan bizning hamma narsamiz. Biz vatanning avlodlari. Shuning uchun urushda xalqimizning bir tal yip-chaqliq narsasiga tegishga, xotin-qizlarga chiqilishga bo'lmaydi. Kimdi kim xiloflik qiladi ekan, harbiy qonun bo'yicha etib tashlanadi deb xitob qiladi. Ondan yangi birinchi poliqa kechilab yurish qilib, yakanni ozod qilishga buyruq tushidi. Abduniyaz Kamal rahbarligidagi Sharq Turkiston armiyasi 1937-yili 4-oyning 12 kuni Shinsay hokimiyatiga qarshi rasmiy urush boshlab, yakanga yurish qiladi. Shu chaqda yakanda birlian Xitoy askari bo'lib, ular Sharq Turkiston armiyasini ko'rib, qarshilik qilmayla taslim bo'ladi. Shuning bilan bir shahar Makit bilan Poskam qatorliq ikki nahiya Abduniyaz Kamalning qo'liga o'tadi. Bu g'albidan keyin bosh qo'mondan Abduniyaz Kamal Sharq Turkiston armiyasining bosh shtabini Yakan shahriga qurdi. Abduniyaz Kamallar maslahatlashib Shinsayga Abduniyazning qo'mondonligini e'tirof qilish, qism qo'mondonlik shtabini Qashqardan Yakanga yo'tkab elib ketish, qism ta'minotini hukumatdan berish qatorliq talablarga qo'shilsa, Shinsay hukumatining buyrug'ini o'rindaymiz deb talab qiladi. Chunki u vaqtda Sharqiy Turkiston zaminida Shinsay nomida Sharq Turkistonning hukmroni bo'lgan bilan amaliyotda Sovet hukmronlik qilyotdi. Shinsayga qarshi chiqish demak, Sovet ittifoqiga qarshi chiqish demak bo'ladi. Bu vaziyatni yaxshi bilgan Abduniyaz Kamallar bir amallarni qilib, o'zlariga uyg'un fursat kelguncha o'zini qo'g'dab qilish uchun ana shunday taklifni o'ttirib qo'yishgan edi. Stalinning qo'rchoq hukumat boshlig'i Shinsay u talablarga qo'shilmay, Xotanda turayotgan Mahusanga "Sen Abduniyaz qismlarga hujum qilib, qurolsizlandira olsang, men senga yordam qilsam" deb telegramma bergan. Mahusan ma'qul deb qo'yib, Abduniyazga elchi avatib, Shinsayning telegrammasini yetkizgan va ikkimiz birlashib Shinsayga qarshi tursak deb taklif bergan. Bu intayin qalaymaqan va ig'ir vaziyatda Abduniyaz Kamal va uning qo'l ostidagi qo'mondonlar necha kun kengashgandan keyin oxiri Mahusan bilan birlashishga qaror qildi. Shuning bilan Abduniyaz Mahusan bilan birlashib Shinsayga qarshi turadiganligiga jakarlaydi. Mahusan askarlaridan 300'ni Abduniyazning qo'shiniga qo'shib berdi. Abduniyaz bilan Mahusan kengashib Mahusan 1500 askari bilan Shinsayning yangi shahridagi Lyubin qismlariga, Abduniyaz 1300 askari bilan Qashqar Yumaloq shahridagi Qurbon Saidi qismiga hujum qilishga kelishdi. Muhyiddin Tuanjang bo'lsa 600 askar bilan Yopurg'ning Terim yezisi orqali Qashqar Ko'nisharga qarab yo'lga chiqdi. Abduniyaz Kamal qayta o'ylanib Sovetning bu urushga aralashadiganligini pamlab, oxiri Qitim shahridagi Sovet elchixonasi bilan aloqalashib, Sovet ittifoqining Sharq Turkistonning ichki ishlariga aralashishini to'sib qilishga urinib ko'rdi. U Sovet elchisiga Sovet ittifoqi ezilguchi millatlarning bosh panohi. Shuningga asosan bizga yordam bersa, biz Sovet ittifoqiga qarshi emas, Sovet ittifoqi bilan do'st o'tishni xohlaymiz. Agar yordam berishni xohlamasa, betaraf bo'lib turishni talab qilamiz degan mazmunda xat kirgizdi. Abduniyaz 1937-yili 5-oyning 25-kuni Yakandan qo'shinni boshlab Qashqarga otlanib, 29-kuni Davlat baqqa yetib keldi va maslahatchi Abduqodir Hojimni yozgan xatning javobini olishga avatdi. Sovet elchisi: "Hech qanday yordam bermaymiz. Ham hech qaysi tarafga yon bosmaymiz. Bu o'zinglarning ishki ishi" deb javob berdi. Abduniyaz bu gapni anglagandan keyin Sovetning bizga yordam berolmaydiganligini bilatdim. Ular Shinsayga yordam berdi. Shundaqdimi sinab baqdim degan. Abduniyaz oldi bilan Yorbog'dagi turmaga hujum qilib, turmada naq yetayotgan tutqunlarni qutqizishni o'ylab, Tuman daryosini bo'ylab Yorbog'ga yaqinlashganda Isoq Bey, Mavlonov qo'mondonligidagi Qashqar soqchi qismlari sezib qilib,
oq chiqarib, qarışlıq ko'rsatdi va mag'lub bo'lib chekinib Yumaloq shahar sepili ichiga kirib oladi. Abdunyaz qismlari Yumaloq shahar sepilini qurshab hujumni boshlaganda Mavlanov Yarbaq turmisidagi Mamtili Tavfiq, ya'ni 1901 dan 1937, Qutli Qoji Shavqi, ya'ni 1876 dan 1937 qatorliq 300 dan ko'p Sharqiy Turkistonning begunoh munavvar o'g'lonlarini g'oljirlik bilan qirg'in qilib, jastiga yog' chechib, o't qo'yib etib, Yangisharga qochib ketdi. Urush boshlangandan keyin Yumaloq shahardagi Qurbon Saidi qismidagi bir qism jangchilar o'z qarindoshlari bo'lgan Abdunyaz askarlari bilan urushishni xohlamay, sepildan serilib tushib, Abdunyaz qismlarga qo'shilib ketdi. Shu chaqda Abdunyazning yozgan xatiga bu o'zanglarning ichki ishi deb javob bergan Sovet elchisi birdilla arg'i tushib, kelishtirish natijasida Qurbon Saidi Yumaloq shaharni Abdunyaz bilan Mahusanga topshirib, qoldiq qismlarini elib, Yangisharga chiqib ketadigan bo'ladi. Kelishim nomiga Abdunyaz bilan Mahusan qo'shilib, tang imzo qo'ydi. Ularning nima uchun shundoq kelishim tuzishga qo'shilganligi noma'lum. Bu yerdagi ahvol Abdunyaz qismi hujum qilganda Yumaloq shahardagi Shinsay paraz Qurbon Saidining qismlari o'z qarindoshlarini ko'rib, sepildan tushib, Abdunyaz qo'shiniga qo'shilishga boshlaydi. Bundaq bo'lganda, tabiiy holda Shinsayning kuchi ojizlab, Abdunyazning kuchi kuchayishga boshlaydi. Buning bilan birga Yumaloq shaharmo tabiiy holda Abdunyazning qo'liga o'tadi. Abdunyaz bilan Mahusanlar bu nuqtaga diqqat qilmagan bo'lsa kerak, ammo ruslar bu ahvolni mo'ljarlab, hapila-shapila kelib arg'i tushgan. Natijada Yumaloq shahar qo'ldan ketgan bo'lsa-mu, Qurbon Saidining qo'lidagi 2000 atrofidagi Sharq Turkiston armiyasi Shinsay va Sovetning qo'lida qolgan. Ahvol mana shundoq bo'lishi mumkin. Mushu kunlarda 1937-yili 6-oyning 1-kuni Shinsayning 10 mashina askarining Oqsuga tushganligi xabar keladi. Bu xabarni anglagan Abdunyaz bilan Mahusan muzokara qilib, Mahusan Qashqarda qilib shaharni muhosara qilish. Abdunyaz 1400 askarni boshlab 300 Tungan, Maralbeshiga berib Urumchidan kelayotgan askarlarni to'sishni qaror qildi. Qarorga binoan Abdunyaz Kamal 1937-yili 6-oyning 3-kuni Qashqardan yo'lga chiqib, 7-kuni Maralbeshiga yetib keldi. Abdunyaz qismlarining kelganligidan xabar topgan Shinsayning 10 mashinada kelgan, ya'ni taxminan 400 cha oldin yurar qismlari Maralbeshi sepili ichiga kirib olib, sepil ichidagi askarlari bilan birlashib, qattiq qarshilik ko'rsatdi. Abdunyaz qismlari sepil darvozasiga o't qo'yib bo'sib kirmoqchi bo'lganida, dushman qo'shinlari mashinaga o'rnatilgan pulemyotdan tang o'q chiqarib, sepil ichidan qochib chiqadi. Abdunyaz qismlari qattiq hujum qilib, ularning ko'p qismini yo'qotdi. 2 mashinada qochgan dushman askarini Abdunyazning tumshuqqa avatgan chorlug'uchi askarlari oldini to'sib yo'qotdi. Shuning bilan Maralbeshimo ozod bo'ladi. Ular yurishni davomlashtirib, Oqsu daryosining janubiga o'rnalishib, asosiy qismini mudofiada turg'izdi. Oqsuning Oyko'l degan yerga borgandan keyin butun qismni qayta tashkillab, bir tuvanni Qumboshqa, bir tuvanni Avatqa, bir tuvanni G'urcho'lga, bir tuvanni daryo bo'yiga o'rinlashtirdi. Davud Qari ismli Lianjangni 100 askar bilan partizanlik urushi qilish uchun kucha shoyarlarga avatdi. Davud Qari bakmo tadbirlik odam edi. U qisqa vaqtda askarlarni 500 ga yetkazib, ularni qattiq tarbiyalab, shoyar, kuchar, bugur, qari shaharlarda g'albilik urush qildi. Shinsayning bir inisini kuchada asir elib, etib o'ltirdi. Dushman orqa sepini parakanda qilib, Shinsay askarlarini hujummu qilolmaydigan yoki chekinolmaydigan qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu jarayonda Abdunyaz Kamal rahbarligidagi Sharq Turkiston armiyasining soni ko'payib, 8000 dan eshib 7 tuanga kengaydi. Ammo askarlarining qurol o'q dorilari kamchil bo'lib, 8000 askarning qo'lida 1500 atrofida qurol bor edi.
1937 yili 7 ayının 5'ida Abduniyaz askarlarının köpünü Aksu atrapıga oralashtirib bolgandan keyin o'zi 100 nafar askari bilan Uchturpanga berib, sepil ichidagi Shinsay askarlarini tarmar qilib shaharni egallaydi. Andin bütün Uchturpandagi xalqni safarvar qilib, shahar ichidagi Tog'chi mahallasida bir o'q zavodi, bir qurol remont qilish zavodi, bir harbiy kiyim-kechak korxonasi va bir ot jabduqi korxonasi qurdi. Bu zavod korxonalar Abduniyaz qismlari uchun nihoyatda tez nurg'un o'q, portlatish dorisi, kiyim-kechak, ot jabduqi tayyorlab berdi. Bunun bilan Abduniyazning qismlari xilala yaxshilandi. Shuningdan keyin Abduniyaz Aqsuda Shinsay askarlariga qarshi hujumga o'tdi. Bu urush nihoyat qattiq bo'ldi. 3 ayga yaqin tirkish jarayonida to'la mag'lub bo'lib, qattiq aloqazada bo'lib ketgan Shinsay oxiri Stalindan yordam so'raydi. Shinsayning har qancha qilibmi Sharqi Turkiston armiyasiga kuchi yetmaydiganligini bilgan Sovet namda Shinsayning talabi bo'yicha Abduniyaz qismlariga qarshi urushga kirdi. Shunda qilib, Mahmud Muhiddinlar burundinla paraz qilib qattiq ehtiyot qilgan urush rasmiy boshlanadi. Ya'ni Sovet ittifoqi Sharqiy Turkistonga rasmiy holda tajovuz qilib kirdi. Shuning bilan Abduniyaz Kamal rahbarligidagi yosh Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasi Sovet ittifoqi va Xitoydan iborat ikki cho'ng dushmanga qarshi urush qilishga majbur bo'ldi. 1937 yili 8 ayning 5 kuni Sovetning 2000 kishilik Qizil armiyasi Altayskiy degan nomda aeroplan va tanklar bilan Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirib, Shinsayning 2000 kishilik askari bilan birlashib, jami 4000 kishilik Sovet va Shinsay qismlari birlikda Aqsudagi Abduniyaz qismlariga quruqliq va havodan umumyuzlik hujum boshlaydi. Bu vaqtda Abduniyazning qurolliq qo'shinining soni faqat 1500 kishi edi. U urushga o'zi bevosita qo'mondonlik qilib, bütün kuchini ishga selib, bir qancha kun boturlarcha urush qildi. Bu urushda oxiri Abduniyaz qismining o'q dorilari tugab ketib, chekinishga majbur bo'ldi. Abduniyaz Kamal toki urush boshlangandan tortib, o'qlari tugab, amalsiz qolgan shu kungacha urushda biror qitimmo yengilmagan edi. 1937 yili 9 ayning 5 kuni Shinsay Altayskiy deb atalgan Sovet askarlarining kuchiga tayinib, yana 1000 askar chiqarib Abduniyaz qismlariga ikkinchi qitim hujum qildi. Abduniyaz Qumbash, Ayko'ldagi 1000 dan ko'proq odami bilan qattiq mudofiada turdi. Bu qitimqi urush oldingi qitimga qaraganda texmo dahshatli bo'ldi. Abduniyaz Kamalning Avat Qumbashdagi askarlari qurollarining nachar, o'q dorilarning kamchiligiga qaramay, xil qo'shinlar bilan qurollangan Shinsay va Sovet ittifoqining askarlari bilan bir necha kun qattiq urush qildi. Sovet aeroplanlari to'xtamay bombardimon qildi. Bu urushda Abduniyaz qismlari 2 aeroplanni etib tushirib, 2 Rus va 2 Xitoy uçquchini asir oldi. Lekin o'q dorisi tugagan Abduniyaz amalsiz qilib Uchturpanga chekinadi. U yerdimi Rus Qizil armiyasi bilan bo'lgan urushda o'q dori qisliqidan yengilib yana Aqsuning Ayko'lga chekinadi. Sovet Qizil armiyasining 20 aeroplan, 20 tankisini o'z ichiga olgan 2000 kishilik mashinalashgan qismlari 9 ayning 5 kuni ham Arkashtam, Simxona qatorliq Sharqiy Turkistonning chegara eg'izlaridan tajovuz qilib kirib, Qashqardagi Abduniyaz bilan Mahusanning birlashma armiyasiga havo va quruqlikdan shiddatli hujum qilib, Abduniyaz bilan Mahusanning aloqa liniyasini uzib etdi. Dal bu jiddiy paytda Qashqar frontdagi Mahusanning brigada komandiri Mashinkuy 2000 askar bilan Shinsayga taslim bo'ldi. Shuning bilan Abduniyaz Kamal Mahusan birlashma armiyasi eg'ir talafotga uchraydi. Sovet Shinsay birlashma armiyasi 31 va 32 polkdagi Uyg'ur askarlar bilan Mashinkuy qismlarini avangard qism qilib, oldiga selib Mahusan qismlariga qo'g'lab zarba berdi. Mahusan qismlarimo yengilib, bir qismi taslim bo'ldi.
Maxusen azroq odami bilan Hindistonga qochadi. Uning qoldiq qismlari Xotanga chekinadi. Bu jarayonda Maxusen Abduniyaz Kamalga yangi shaharga hujum qilaman deb qo'yib, amaliyotda Lyubin qismlari bilan anchikim urush qilib qo'yib, faqat vaqt o'tkazgan. Bütün urushlarni asosan Abduniyaz rahbarligidagi Sharq Turkiston armiyasi qilgan. Abduniyazning qo'shini Ushturpandan Oyko'lga chekinib kelgandan keyin Sovet va Shinsay qo'shini bilan yana urush qiladi. G'o'rcho'lga kelganda ittifoq tuzishgandan tartib hiyligarlik qilib, sapning keyinda mingib kelgan Mafuyan qo'shinlari bilan Abduniyaz qismlari orasida surkilish bo'lib, orasi buziladi. Bu vaqtda Muhyiddin Tuanjangning Shinsayga yo'llagan maxfiy xati Abduniyaz Kamalning qo'liga tushib qoladi va uning asirga tushgan Rus Xitoy uchqishchilarini qochirayotganligi pash bo'ladi. Abduniyaz Kamal vatan xoini Muhyiddin Tuanjangni o'limga hukm qilib, qilich bilan choptirib ijro qiladi. Sovet Shinsay qismlari aeroplanlarning himoyasi ostida G'o'rcho'ldagi Abduniyaz Kamal armiyasiga qattiq hujum boshlaydi. Ularning o'q dora, qurol yaroqlari kamchil bo'lsa-mu, botirlik bilan jon tikib elishidi. Oxiri bardoshlik berolmay tarmor bo'lib, har tarafga bo'linib chekinadi. Bu vaqtda Abduniyaz Kamalning 800, Mafuyanning 200 bo'lib, 1000 atrofida askar qolgan bo'lib, bular Xotan tarafga chekinish qaroriga keladi. Bularning yo'lida tar degan bir jilg'i bo'lib, bu ikki qasniqi egiz, ichi tar, atrofi chingdilib ketgan qumlardan tarkib topgan jilg'a edi. Jilg'iga kirdigan vaqtda Mafuyan qismlari birdilla yo'l talishib, oldiga o'tib oladi. Aslida Sovet qismlari bularning maqsadini bilib olib, jilg'iga pistirma qo'yib saqlab yotgan ishkan. Bular jilg'iga kirib 500 metrdek mangandan keyin Ruslar Maksim pulemyot bilan shiddatli o'q tutdi. Bu pistirmada Tungan askarlari tamoman degudak qirilib ketdi. Abduniyaz Kamal qismlaridan 300 dan ortiq odam shahid bo'ladi. Bu zarbadan keyin Abduniyaz Kamalning faqat 300 askar qoladi. Bular chekinib chiqqandan keyin Bastqari ismli Payjang bu ajabiy o'ruslardan oshu behuda qirilib ketgan qarindoshlarimning qon qisosini olmasam ko'zim uchiq ketadi deb avot G'o'rcho'llik Talib Qari degan bir yigitni yeniga elib kecha yo'lga chiqib attiginisi pistirmaga qo'ygan 6 Rus, 2 Uyg'ur, 1 Qirg'iz, 1 Qozoq bo'lib 10 Rus askarining kallasi bilan 2 dona Maksim pulemyot, 8 dona miltiq, 2 sandiq o'q ko'tarib keladi. Askarlar bulardan bakmi xursand bo'ladi va u kallarni ko'mib o'tadi. Abduniyaz Kamal bu vaqtda Makit orqali Xotanga chekinib, Maxusenning qoldiq askarlari bilan birlashib turib, urush qilish niyatiga keladi. Askarlarini elib, quyuq to'g'raqliq bilan qoplangan Tarim daryosini bo'ylab yo'lga chiqadi. Bu jarayonda Abduniyaz Kamal barliq saplarda urush qilayotgan Sharq Turkiston qismlari va hukumatning barliq xodimlarini to'planishga buyruq tushirdi. Bular Maralbeshining Pichoq Sundi degan yerga kelganda, Abduniyazning qo'lida shtab kadrlari, mulozimlar, askarlar bo'lib, 1000 dan ko'proq odam qolganligi ma'lum bo'ladi. Qism 2 kun yo'l yurib, Makitdan o'tib, Yakanning Layliq degan yerida 3-4 kun turdi. Bu vaqtda Aqsu, Ushturpan, Shayar, Kucha qatorliq joylardagi askar va piyodalarmo kelib, jami 3500 kishi jam bo'ladi. Mana bu kishilar Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining oxirgi ma'muriy xizmatchilari, qo'mondan askarlari edi. Bu jarayonda razvedka qilish orqali Yakandimo Sovet askarlarining borligi ma'lum bo'ladi. Demak, butun atrof qo'rshalgan edi. Abduniyaz Kamal mana mushundaq ahvol ostida 1937-yili 9-oyning 18-kuni shtab kadiri har qaysi tuanning tanjanglari va maslahatchilarini yig'ib cho'ng bir yig'in ochadi. Yig'inda qanday qilish, nega berish to'g'risida muzokara ilib borildi. U ko'pchilikning fikrini anglagandan keyin mundaq deydi: Aka-inilar, qarindoshlar, do'stlar, o'risdak bir cho'ng davlatning mexaniklashgan qismlari, ya'ni aeroplan, bironivik, tanklar bilan qurollangan askarlari
bizning davlatimizga besib kirmagan bo'lsa, bizning xalqlarimizning ashaddiy dushmani bo'lgan Shinsay hukumati va uning yaloqchilarini yo'qotishimiz hech gap emas edi. Afsus, Sovet kommunistlari ezilgan ellarga yordam berish bayrog'ini ko'tarib olib, ezilgan xalqning zulmga qarshi harakatini bostirib Qisqasi, taqdir bizni nachar ahvolga qoldirdi. Muzokara jarayonida men bilan jafoliq janglarda birga bo'lgan ba'zi kishilar O'ruslarning oldiga berib taslim bo'layli desa, yana ba'zilar chatalga, ya'ni Hindistonga qochib ketayli dedi. Meningcha, bu xil fikrlar intayin xato. Biz Yakanning Kochong degan yerida qo'zg'olon ko'tarib, Yakan va Qashqar viloyatidagi bir necha million xalqni ozod qildik. Aqsu, Shayar, Toqsu, Kucha, Bugur, Korla, Qari shahar qatorliq joylarda qahramonlarcha urush qilib, hurkirgan Shinsay hukumati va uning orqa teriki urush askarlariga qoqshatquch zarba berdik. Amdi Shoralar hukumati deb nom olgan bu hukumat, ya'ni Sovet hukumati bizning ishimizga aralashib, inqilobimizni mag'lubiyatga yuzlandirdi. Biz ig'ir kunlarda birga jang qilgan, bir nonni tang yegan do'stlarimizni, fidoyilarimizni, sabdoshlarimizni, xalqimizni, o'z vatanimizni tashlab, sesiq jinimizni ilib chatalga qachamdiq. O'z vatanimizni tashlab qochish Xitoydek tajovuzchilarga qarshi tig' ko'targan bizdek fidoyilarga sat emasmi? Bizmi bir nan yesak to'yimizg'u. Nima uchun tig' ko'tardik? Nima uchun minglagan do'stlarimiz urush maydonida shahid bo'ldi? Biz chatalga qochsak, qiyomat kuni ularning yuziga qanday qaraymiz? Ölüp tügüşümüz ki, hergizmo çatalga qechib satlashmaymiz. Maqsud Muhitti akimiz jinini ilib çatalga qechib nemiga erishdi? Hatta bizga birer parça xatmi yo'q. Bizmo çatalga qochsak shu odamga o'xshash sat kuniga qolamiz, xolos. Men sizlarning boshliqinglar, bütün ishlarni mening buyrug'im bilan qilinglar. Shinsay hukumati va o'ruslarning tutadigan odami men Abduniyaz. Muhtaram birodarlarim, Muşu saatdan başlap, sizlarning tarqab, o'z oldinglarga panohlanishinglarni buyurayman. Albatta, oqqan qonlarimiz bekorga ketmas. Keyingi avlodlarimiz bu ishlarni aslar. Alloh tininglarni salomat qilsin. Bu vaqtda Abduniyaz Kamalning so'zini anglagan askarlarning ko'ngli buzilib, qattiq yig'i-zari qilishib, Layliq kentini bir olgan. Ba'zi askarlar bundaq jonni ko'tarib, yoshig'icha o'libli tugashkinim yaxshi degandek qattiq talash tartishlar bo'lgan. Bu chaqda Abduniyaz Kamal qarg'a kelgidek qoral va o'q dorilarini hisoblab, Uchturpanliq Abdulla Tanjang, uning bir qo'g'dug'uchisi qatorliq. Men Abduniyaz qo'mondan bilan birga o'laman. O'lsak birga o'lamiz, qutulsak birga qutulamiz deb qat'iy talab qilib turib olgan 300 atrofida pidoi askarini ilib qilib, qolgan barliq askar va ma'muriy xizmatchilarni tarqilib ketishga buyurgan. Abduniyaz Kamal qo'lidagi askarlarni tarqilib ketishga buyurgandan keyin otishliq Liujang kichik axun 1600 odamni boshlab Yakanga berib Sovet askarlarga taslim bo'ladi. U Yakanda 2 kun ixtiyoriy turib 3-kuni g'oyib bo'ladi. Abduniyaz 300 askari bilan Yakandan o'tib, Xotandagi Mahusan qismlari bilan birlashib, ondan urush qilmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Shinsay va Sovet armiyasi Yakanda uning oldini to'sib turadi. Hech qanday chiqish yo'li qolmagan Abduniyaz Kamal oxirgi qatam barliq kuchi bilan birlashma dushmanga hujum qiladi. Ammo dushmani ko'p bo'lganligidan bo'sib o'tolmaydi. U shuningdan keyin hayot qolgan 8-10 askari bilan partizanlik urushi qilib kurashni oxirigacha davomlashtirmoqchi bo'ladi. Bir qancha kundan keyin Abduniyaz va uning sabdoshlarini Sovet razvedka aeroplanlari bayqib elib, Yusuf Lianjanga uni tutib kelishni buyurgan. U otliq liyani bilan yo'lga chiqib, Kosrabdagi bir jira ichida Abduniyaz Kamalni Xo'rshovga olgan. Abduniyaz Kamalning hamrohlari ularga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lganda, Abduniyaz ularni to'sib, Yusuf Lianjanga "Amdi o'z ara qon to'kishmayli. Elimi bizdan nurg'un qonlar behuda oqdi. Agar siz bizga qo'shilsangiz, bu aziz vatanimiz uchun birlikda kurash qilayli. Xohlagan askarlaringiz biz bilan birga mangsun"
deganida Yusuf Lianjang, "Men buyruq bo'yicha chiqdim. Men sizlarni tutib, yakanga qaytaman" degan. Qattiq ümidsizlangan Abduniyaz Kamal hasrat chekib, "To'g'ri, buyruq bo'yicha chiqdingiz. Siz bugun buyruq bo'yicha meni tutib berasiz. Ata boshqa birisi buyruq bo'yicha sizni tutib beradi. Biz qachongacha bir-birimizni tutib beramiz? Hey, bizni xarob qilgan paylimiz mana ilang" deb qurolni Yusuf Lianjangga qaytirib bergan. Ular yakanga ilib berilgandan keyin bir aeroplan ularni ilib ketgan. Bu 1937-yili 10-ay edi. 1937-yili 12-ayning 5-kuni Rus Narin guruhi askarlarining qo'mondoni Ne Noriko, Sovet NKVD bosh chegara boshqarmasining boshlig'i Krochenkin brigadaga urushda Uyg'ur qo'shinidan 8 ming, Tungan qo'shinidan 5612 kishining o'ldirilganligini doklad qilgan. Shundaq qilib, milliy qahramon Abduniyaz Kamalning qo'lga keltirgan g'alba mevasi Sovet jahongirlarining bevosita bostirishi bilan yo'q qilingan. Abduniyaz Kamal intayin hushyor, aqlliq, irodalik, umidvor, ko'tarangi ruhliq bir yigit edi. Ham qo'rqimsiz, intayin botir, zamonasida oz ko'riladigan bir palvon edi. U va uning askarlari uzun mezgillik urush tajribalariga ega sinoqlardan o'tgan askarlar bo'lganligidan sirt 1934-yildan 1937-yilgacha Rus ofitserlar tarafidan maxsus tarbiyalangan va o'zlari xohlab urushga qatnashgan fidoyilardan tarkib topgan edi. Abduniyaz Kamal o'zi bevosita bosh bo'lib jangga kirdi. Barliq urushlarda qahramonligining ulgisini yaratdi. Qo'lidan kelgan barliq imkon va barliq chora tadbirlarini ishlatdi. Uning bu fidokorlik ruhi, isil axloqi askarlarga albatta ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun askarlar ikki kuchli dushmanning zamonaviy qurollar bilan qurollangan qo'shini aeroplan, tanklarga qarshi o'zlari yasagan oddiy o'qlarga tayinib botirlik bilan urushdi. Abduniyaz askarlarni "Tarqilib ketinglar" degandan keyinmi askarlar "Sening bilan birga o'limiz" dedi. U 8-10 askar qolg'icha urush qildi. Demak, Abduniyaz Kamal hatto bugungi davrdami oz tepiladigan har jihatdan barliq shartlarni hozirlagan qobiliyatlik haqiqiy bir qo'mondan edi. G'oyasi, maqsadi, nishoni aniq bo'lgan bir qo'mondan edi. U bir Uyg'ur o'g'li, bir yigit edi. Uyg'ur xalqining botir jangchisi, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining oxirgi bosh qo'mondoni, milliy qahramon marhum Abduniyaz Kamal 1937-yili 10-oyda texi 27 yoshga kirgan lochin kabi bir yigit edi.